Assalomu alaykum. Ushbu video darsimiz Abdugafforov Elshod uchun maxsus tayyorlandi. Bugungi mavzumiz gnoseologiya, ya'ni bilish nazariyasi. Gnoseologiya borliqni anglash, haqiqatni izlash va bilishning chegaralarini o'rganuvchi falsafa sohasidir. Bilish jarayoni hissiy bilishdan boshlanadi. Bular idrok, tasavvur va sezgilarimiz orqali olamni his qilishimizdir. So'ngra mantiqiy bilish keladi. Bunda biz tushuncha, mulohaza va xulosalar orqali voqelikning mohiyatini anglaymiz. Gnoseologiyaning markazida haqiqat masalasi turadi. Haqiqat bu bizning bilimlarimizning obyektiv borliqqa muvofiqligidir. Bilish jarayoni cheksizdir. Har bir yangi kashfiyot bizni komillikka va borlik sir-asrorlarini chuqurroq anglashga yetaklaydi. Elshod, ilm olish yo'lidagi intilishlaringiz sizni doim yuksak marralarga boshlasin. E'tiboringiz uchun rahmat.